Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli a'zolari va kuzatuvchilar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz ajoyib mesada joylashgan. Zapchas bozor ham mashin bozori yaqin yerda, eski mashin bozor. Hurmatli a'zollar, podkulish xonadon yurtgansin 2 qavatli 200 kvadrat metr. Adrenda mashin qo'yadigan mesalari bor, kanalizatsiya chiqqan, stupenkalar ham qilingan, fasadlar polnitravitning qilingan. So'qillar ham kafellar bo'lgan, arifallar ham qilingan. Hurmatli a'zollar, gaz eldan o'ttirdi, suv svet gazidan muammosi yo'q. Tanlovlar o'rnatilgan. Zo'r mesaj joylashgan ekan. Hurmatli obunachilar, bismillah deb giramiz. Girish ishlari ham damir ishladan girgandan katta dalon, yurtganasi eni 6 metr, uzunasi 7 metr razmida tushgan. Tezodroda yerlarni chiroyli qilib, dekorativniy qilib zötkanlar, divorlar polni atachento, oyoqtelar tubli pol, laminatlar yayilgan. Birinchi etajimiz tubli, ikkinchi etaj esa registrda qizadi. O'ng tarafimizda lestnitsamiz, yog'och lestnitsalardan chiroyli qilib lak qo'ydilar. Patologlarimizda chetlarida galogenlar bor, o'rtasida lyustralar qo'yilgan. Natija ham bo'lgan. Bu yerda yana rakovinalar bor. Kafellar qilingan, elektrik avtomatlari. Joyimiz tayyor, to'g'ri girib yashagan. Hurmatli vatandoshlar, yuqorida 3 xonasi bor, bir zol, 2 spalni, ham bir sanuzelga ega. Lestnitsamiz endi bu yerda meylashida qo'yish uchun sharoitlar ham qilingan. Nasoz ham o'rnatilgan. Bu yerda tepli pol kollektorlari, oshxonamiz, bu yerda bir xona, keyin sanuzel qismi. Oshxonadan bog' tarafga chiqiladi ekansizlar. Birinchi chetdan ko'rsatib qo'yaman, bu yerlar ham polli divorlar atachento qilingan. Hurmatli vatandoshlar, benim sanuzelimiz, oyoqtelar kafel, divorlar ham kafel, patologlar plastik, alyumin ark faramlarından, eshiklar zo'r eshiklardan aynan. Yerimiz 3,5 5 razmida divorlar atachento qilingan. Yana tez o'tiradigan yerlarni chiroyli qilib, o'zgacha qilib o'tganlarning ajoyib qilib restoranlar asilgan, aynalar ham ark faramlarından. Oyoqtelar tubli pol. Hurmatli vatandoshlar, yanımız aşxana qismimiz bo'ladi. Aşxanamiz ham atachento qilingan. Bu yerda yangi zamonaviy duh konteyner nastenni atapliyan qo'yilgan. Reduktorlari bor, gaz toshkalariga ham. Bu yerda vishka uchun rozetka joylari ham bor. Kanalizatsiya, issiq suv toshkalari qo'yilgan. Aristollar ham patologlarimizda flafollar ham bor. Bog' tarafga chiqqan eshiklarimiz ajoyib damir eshiklardan. Bu yerda zelyoniy zonasi bor, krugoy stechka bo'lgan, to'rda kladovkasi ham ega. Paxsalarni üstlerine şifrekalarla yağmur yağanda paxsanı yuvmaslık için hürmetli vatandaşlar. Tayyor ajoyib 200 kvadrat metrlik xonadon. Narximiz zo'r narxdan, narxini videonun oxirida aytib o'tamiz. Videomuzni to'liq ko'rib boshlangizni so'raymiz. Ham like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin hurmatli vatandoshlar. Abone olup qo'ysangizlar, bizden chiqargan videolar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borish uchun like bosganlarimiz hurmatli vatandoshlar. Şunun joydan qarab yurgan vatandoshlarimiz yetib boradi, oluvchilar yetib borsa, yordamimiz degan bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, biz orqali joy olsalar, foydamiz degandan bizlar ham xursand bo'lamiz vatandoshlarimiz. Birimiz zal qismi bo'ladi, ikkinchi etajda yana 420, uzunasi 7 metr razmida. Divorlar polni atachento qilingan, lyustralar asilgan. Galogenlar ham qo'yilgan. Betizodrodan mesasining rozetka joylari bor. Bu yerda hech tomondan muammosi yo'q. Yan tarafında bog'cha, maktablar, transportlar bor, magazinlar ham bor. Bu tarafimizda bir xona, bunda ikkinchi xonasi, spalni bular. Yerimizda yana sanuzellar tayyor o'tiribmiz. 5 metrlik xonadan spalnida ikkisi bor. Bir polni atachento, lyustralar asilgan. Tayyor joy, eshikni yaxshisidan qo'yganlarni. Yerimizden 5 metre tushgan. Lyustralar asilgan, divorlar atachento. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli kanallarimiz a'zolari, xonadonimizni mesopolojiyasini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda Zapchas bozor yonida, eski mashin bozor, ham Zapchas bozor yaqin yerda joylashgan 2 qavatli 200 kvadrat metr bo'lgan podkulish xonadonimiz bilan tanishib o'tdik. Narxi 820 million so'm aytilib turibdi, ustida kelishadigan yeri bor. Kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, videolarimiz keng tarqalishini sizlarga qo'ldan kelgancha arzon ajoyib xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.